sizlar bilan Hack Pulse kanalini ikkinchi darsini ko'rsatib o'taman. Bu darsda biz sizlar bilan phishingni yana yangi bir turini ko'rib o'tamiz. Hozir sizlarga tayyor usullardan foydalanishni o'rgataman. Keyingi darslarga asta-sekin kodini yozishni ham o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi QYY 7C bot kerak bo'ladi. Bot yozganimizdan keyin phishing pagemaker chiqadi. Mana buni linki. Start buyrug'ini beramiz. Keyin bizga qaysi tilni tanlaysan deydi. Botdan foydalanish uchun bizga qulayroq bo'lgan til bu albatta ingliz tili, ammo ingliz tilini tanlayman. Tugma bosamiz. Xo'sh. Keyin bizada mana shu tugmada chiqadi. Biz bu yerdan create new page bosamiz. Uni yaratib olish uchun. Keyin bizga qanday qilishni o'rgatyapti. Step 1 birinchi qadam deyapti. Bot fazerga kirib, bot yaratib oling deyapti yangi. Va link qo'yib ham ketgan. Biz bot fazerga kirib, new bot buyrug'ini beramiz. Tushunmaganlar uchun mana bu linkka bosamizda new bot buyrug'ini beramiz va botda nomini kiriting deyapti. Masalan, phishing bot deb yozamiz. Keyin botga username hack pulse phishing pulse bot. Biz mana bu API'da olamiz, mana bu qismini nusxalab. O'zi bitta bossa ham nusxalab oladi, avtomatik flash qismini nusxalab olamiz va bu yerga aytib step 2 sen the bot token here deyapti. Bizga bot tokenni yuboring deyapti. Bot token tashlab jo'natamiz. Xo'sh. Keyin bo'ldi, tayyor. Endi nimani phishing qilmoqchisan deyapti. PUBG Mobile deyapti. Bizga tayyor saytlar bu. Masalan, biz PUBG Mobile la vizlon ana phishing qilmoqchi biz. Bizga link beramiz, mana shu linkka bosamiz. Buni do'stlarimizga tarqatsak ham bo'ladi. Masalan, kimga tarqatmoqchimiz? Masalan, men o'zim kiraman masalan test uchun. Xuddi shu linkda taylasizlar biror bir do'stlaringga. Masalan, men o'zim kirsam, Telegram o'ziga ochilmaydi. Google'dan kirib ko'rsataman. Xo'sh. Linkni qo'yamiz, kiramiz. Mana sayt tayyor. Bizga saytga mana shunday holatga kiradi. Do'stimiz shunaqa saytga kirib qoladi. Keyin linkka bosib, start belgisidan bossa, mana ko'rasizlar, mana shunday holat bo'ladi. Collectni bosadi. Keyin bitan tanlay, masalan, Facebook bor ekan, Google Play, Twitter. Masalan, men Google Playda akkauntim o'rnamoqchiman endi. Nechadir usage tutgan o'zi, mana o'sha usage olish uchun akkaunt to'layman albatta, chunki majburman shunga. Kiramanda email adresi kiritaman. Masalan, email adresim hackpulse kuchukcha gmail.com parol, password. Xo'sh. hujum mana ko'rib olamiz. Next bitta bosamiz. Bizga loading bo'lib turadi va player ID ni so'ray, phone number, player ID 816 512 816 va hokazo kiritib tashlaymiz. Kiritgandan keyin phone number 998 88 656 0012 desak, account levelini so'raydi. Account leveli 74. Masalan, verification'ni bosaman. Endi bizga mana shu xabar jo'natadi. Robot va hokazo deb bitta saytga o'tkazib yuboradi. Keyin mana bizga shunday manzil ko'rsatyapti-da, yolg'ondan bir balolar qilyapti. Boshqa saytga o'tkazyapti. Endi biz botimizga kirsak, bo'lagan botga kirib olish kerak edi boshiga. Start bosib, botga start bosmasa ishlamaydi. Shuni ham esdan chiqarmaydi, boshqatdan qilamiz. Mana o'sha saytga kirdim, masalan, men sizlarga mana ko'rsatib beraman. Mana shu link edi. Istagan link olsa bo'ladi bitta. Masalan, PUBG Mobile Legends va hokazo. Masalan, PUBG Mobile tanlamki, taylayman linkini. Do'stim kiradi mana shu saytga. Start bosadi.
Bugatti bitdi. Yaxshi. Kiramiz. Google Play, hackbooks@gmail.com, password, hack, hujum. Mana ko'rib turibsizlar, kiritaman. Kutib turamiz. Player ID 512 860 mana shunday deylik. Phone number +998 91 655 0201. Account level 74. Verification qilamiz. Verification bosamiz. Sayt. Xullas bizada boshqa saytga o'tkazyapti. Amazonni saytiga o'tkazyapti yolg'onni. Xullas shunday qilinadi. Keyin bizga phishing botimiz xabar jo'natadi. Page, Midas Boy page, ya'ni Midas Boyda o'zini saytini klon versiyasiga olib kirib, bizlar Google akkauntimiz, email, paroli, davlat, kod, IP va hokazolarni taylab beradi. O'sha do'stimiz kiritsa va qaysi vaqt, qaysi kun o'shalar ko'rsatib beradi. Keyin telefon raqamlarimiz kiritgan edik, o'shalarni ham ko'rsatib beradi. Player ID raqamimiz, PUBG'dagi level 24, IP, time va hokazo hammasini tashlayveradi. Ana shunday qilib biza yana bir do'stimizda phishing, ya'ni aldosh usuli bilan akkauntiga ulanib olsa bo'ladi. Shunday qilib ikkinchi darsimiz tugadi.